Birinchi xato o'tildi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni fazilatli bu kunda, barakotli soatlarda, Hajjul Masokin Juma kunida Alloh taolo barchalarimizni o'zining baytida ibodatlar qilmog'imizni Robbimiz o'zi nasib ayladi. Alloh taolo barchalarimizning ibodatlarimizni va duolarimizni Robbimiz o'zi dargohida husnu qabul aylasin inshaalloh. Bugungi Juma ma'rufidagi mavzumiz Alloh taolo yomon ko'radigan sifatlar to'g'risida inshaalloh bo'ladi. Alloh taolo eshitganlarimizning manfaatli bo'lmog'ini Robbim nasib qilsin inshaalloh. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, innalloha la yuhibbu, Alloh taoloni o'zi yaxshi ko'rmaydi degan oyatlarni juda ko'p keltiradi. Ular kim deganda, isrof qiladiganlar Alloh yaxshi ko'rmaydi, zulm qiladiganlar, isyon qiladiganlar, haromga ergashadiganlar degan mavzularni Alloh taolo Qur'oni Karimda juda ko'p keltiradi va bu oyatlar inson hayotida e'tibor berishligi shart va zarur bo'lgan holat masalalardan bo'ladi inshaalloh. Ularning avvallaridan Alloh haq subhanahu va taolo zulm qilish. Alloh taolo eng yomon ko'radigan amallardan. Shuning uchun bugun mu'min bandalar, insonlar avvalo o'zlarining hayotlarini nazoratga olib, uni tekshirib, hayotlarida zulm bo'lmayaptimi degan masalaning javobini topishliklari kerak. Insonlar o'z majburiyatlariga rioya qilmasliklari. Bugungi kunda oilada erkaklar va ayollar o'zlarining majburiyatlarini suiiste'mol qilishliklari. Va Alloh haq subhanahu va taolo biz sizga nima berdi? Farzand ne'mati berdi. Demak, farzand ne'matining o'zining majburiyatlarining inson beparvo bo'lishligi va inshaalloh Alloh taoloning fazli bilan qaysidir behuda narsalarga ergashgan holatda bunga e'tiborsizlik qilayotganliklari bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan bo'lyapti. Misol olib aytamiz. Bugun ish bilan, tijorat bilan, qaysidir safar bilan, qaysidir majburiyat bilan, qaysidir orzu-havas bilan biz ovora bo'lib qolyapmiz-u, ayollarimizning haq-huquqlari chetda qolyapti. Qaysidir dunyoviy o'zimizning rejalarimiz bilan biz band bo'lyapmiz-u, o'rtada farzandlarimizning katta bo'lib qolganligini biz sezmay qolyapmiz. U yo'lda inson bajarishligi kerak bo'lgan odatlar bor, ilmlar bor, tarbiya bor, uning nazorati bor va mana shu yo'lda buzuvsiz qilishligimiz shart bo'lgan odoblar bor. Mana shuning uchun bugungi kunda ayollar xiyonati, farzandlarning bugungi kunda tarbiyasiz katta bo'lishligi, otalar ko'p vaqtlarini ko'chada, safarda, qaysidir narsalar bilan o'tkazayotganlik holatlarini biz ko'ryapmiz-u, lekin bugungi kundagi har kimning o'zining bo'ynidagi majburiyatlar qolib ketyapti. Biz bu uchun jamoatni, azizlarni, birodarlarni, namozxon aka-ukalarimizni ayblamoqchi emasmiz, lekin ba'zimizning sodir etayotgan xatolarimiz ham shuning ortidan kelib chiqyapti bugun. Chunki bu zulm. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni ta'kidlab hadislarda nima dedilar? Ittaqul zulm
fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Zulmdan saqlaning, zulm qilmang, chunki bu zulm qiyomatning zulumatidir dedilar. Dunyoda zulm qilamiz. Bugun imkoniyatimiz bor, kuchimiz bor, imkoniyatimiz bor, moddiy va iqtisodiy imkoniyatimiz bor. Birovga zulm qilyapmiz bugun. Ya'ni bu zulm nima bu? Bizni qilgan zulmimiz erta qiyomatda ko'radigan zulmimizdir. Bugun nimadir o'tib ketyapti. Bizga hech kim gapira olmayapti bugun. Haddi sig'mayapti. Ertani o'ylayapti, kechiryapti, o'ziga kelib qolar deyapti yoki bizdan qo'rqqanligi uchun gapirmayapti. Ya'ni bu degani o'tib ketdi degani emas. Erta qiyomatda buni javobi bor degani bu. Shundan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Shu bilan birgalikda oilaning o'zining haq-huquqlari, majburiyatlari ham shu turga kiradi inshaalloh. Bugun Alloh haq subhanahu va taolo biz sizga imkoniyatlar berdi. Shu bilan birgalikda zamon jadal rivojlanib boryapti. Juda tez sur'atda o'zgaryapti. Bugun yangidan yangi odatlar, yangidan yangi xil dunyoviy masalalar ulgurib bo'lmayapti bunga. Lekin olimlarimiz biz sizga berilgan tarbiya, biz sizga dinimizning ta'limoti nimani o'rgatadi? Rizq Allohdan. Alloh taolo rizqni yozib qo'ygan. Uni banda na ko'paytira, na kamaytira oladi. Bir olimning oldiga inson tushkun holatda borgan ekan. Shunda olim so'rabdi undan, nima bo'ldi sizga desalar, dunyoning g'amlari, dunyoning tashvishlari meni qisib qo'ydi. Siqilib qoldim men. Deganda aytgan ekan, siz onadan tug'ilganda, dunyoga kelganda qaysi g'amni olib keldingiz o'zingiz bilan? Hech qanaqangi g'am yo'q. Bolalikda beshikdagi bolani g'ami nima? G'ami yo'q. Ikkinchi masala, siz ketayotganingizda, vafot etganda, tobutda turganingizda o'zingiz bilan qaysi g'amni ko'tarib olib keta bilasiz? Hech qanaqangi g'am. Shuning uchun na o'zingiz bilan kelgan, na o'zingiz bilan ketadigan g'amlarni nega bu ikki orasida, tug'ilish va o'lim orasida ko'tarib yurasiz? Allohga tavakkal qiling. Alloh fazl bersin. Alloh taoloning o'zi bandaga mehribon, chiqish yo'lini albatta Alloh taoloning o'zi ko'rsatadi. Mana shuning uchun bugun bandaning qiladigan ishlari uning majburiyatlari. Demak, bugungi kunda eng katta xatolarimiz, eng kechirilmas ishlarimiz nima u? Bugungi kunda oila oldida biz majburiyatlarni bajarmaganligimiz uchun kelib chiqadigan xatolar. Bugun birodar, teshik quloq hamma narsani eshityapti. Bugun internet tarmoqlarida juda ko'p narsani eshityapmiz bugun. Bugun avvalgi zamondan 10 yil oldingidan bizni ma'lumotlarimiz juda ko'p. Bo'ladigani ham bor, bo'lmaydigani ham bor, lekin bugungi kunda ba'zi ma'lumotlar eshityapmiz. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Bir mahallada bitta ajrashgan ayol, bitta ajrashgan oila bo'lsa, hamma qo'li bilan o'sha oilani ko'rsatardi. Bundan oldingi zamonlarda. Bugungi kunda bu nima bo'ldi? Oddiy holat bo'ldi. Kelishishmadi deydi. Inson bilan qanday kelishishmasligi mumkin? Kelishishmadi, to'g'ri kelmadi. Qaysidir gaplar. Uning ortidan farzandlarning yetim bo'lishligi, uning ortidan keladigan muammolar, uning ortidan keladigan noto'g'ri harom ishlar yoki bugungi kunda oila boshlig'i safarda bo'lganda, chet elga ketganda oilalar Alloh taoloning fazli bilan mustahkam va xotirjam edi. Bugun xotirjamlik yo'qoldi. Bugun safarga ketadigan yoki oilalarni o'z holiga tashlab qo'ygan yoki bugungi kunda hayot taqozosi bilan qaysidir muddatda oila boshlig'ining safarda bo'layotgan holatlarning natijasi, farzandlarning bebosh bo'layotganligi, ayollar xiyonati, bugungi kunda oilani tubdan, tizimdan chiqib ketish holatlarini biz ko'ryapmiz bugun. Bugun eshityapmiz bugun. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Shuning uchun bugun bu omonatni his qilib turgan holatda amallarda bardavom bo'lish, sergakroq bo'lish,
nazoratda saqlash, Alloh taolodan so'rash, imkon qadar Alloh taolo yengil yo'lni berishligini Xudodan so'rashlik kerak. Shuning uchun orzu havas ortidan yugurmang. Bugun marosimlar ustida marosimlar. Bugun Alloh taolo fazl bersin. To'yni-ku to'y desak, vafot etgandan keyin ham marosimlarning keti yo'q. 3, 7, 20, 40 u masala yil sindirdi, falon bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Birodar, bu narsalar yo'q. U narsalar sizni jigaringiz vafot etgan odamga zararki zarar foyda emas. Birodar, zararligiga 100% kafolat beramiz. 100 ta sabab va misol keltira olamiz. Zarar birodar. Hammani ovora qilib 7, hammani ovora qilib erkaklar uchun 20, hammani ovora qilib erkaklarmi, ayollarmi uchun 40. Birodar, u yo'q unaqa narsa. Uni hisoblash ham kulgili. Inson vafot etgandan keyin 20 kun sanaladi, oldinga nechta farzandi bor? 3 ta farzandi bor. 3 qadam orqaga 17-kuniga 20 qilamiz. Birodar, maşalloh. Shunaqa dinda bormi? Mana 20 qadam oldinga nechta farzandi bor? 3 qadam orqaga. Ya'ni demak 17-kuni 20 qilish kerak. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Birodar, unaqa narsa yo'q. 40 ham, yil ham xuddi shunday. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Vafot etgan kuniga bir tilovati Qur'on, bir xatmi Qur'on. Vafot etgan birodarimizning nomiga bitta ihson bo'ldi. Odamlar ko'rmasin uni. O'tgan otamiz, o'tgan onamizning haqlariga biz 3 oylik Qur'on va tajvid kursiga yozilinib, mana mardu maydonlar bor-ku, mana qalbi kuyadiganlar, ota-onasi uchun jonini fido qilayotganlar, ihsondan yo moddiy ta'minotdan qochmaydiganlar. Yo'q, domla biz qilmasak bo'lmaydi, odamlar gap qiladi, biz o'g'il bo'lib, erkak bo'lib, oila boshlig'i bo'lib qilmasak bo'lmaydi deb mardu maydonga chiqadiganlar. Mana o'g'il bo'lib Qur'on va tajvid kursiga yozilinib, Qur'onning arabiysini o'zingiz o'qishni o'rganib, otangizning nomiga bitta xatmi Qur'on qiling. Kerak emas ihson berishingiz. Mana manfaat. Mana aniq savobi tegadigan amal. Sizni falonta kishiga hamma qorni to'qlarga osh berishingiz shart emas. Mana haqiqatda siz dilband bo'lsangiz, haqiqatda qalbingiz og'risa, haqiqatda u kishining oxiratlarini o'ylayotgan bo'lsangiz, mana shunday qiling. Opangiz, akangiz, singillingizni hammalarini yig'ingda Qur'onni o'qishni o'rganing. Mana bugungi kunda imkoniyat bor. Alloh fazl bersin, Alloh yaxshilik bersin. Mana bu qilinadigan ish, Alloh taolo xursand bo'ladigan ish. Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi nimani? Isrofni. Isrof Alloh taolo eng yomon ko'radigan amallardan. Bugun biz nima qilyapmiz? Aynan isrof qilyapmiz. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilar. Tasavvur qiling. Qaramog'ingizda farzandlar bor. Farzandlarni to'y qilishligingiz kerak. Otaning haqqi bu, uylantirib qo'yish kerak. Bisotingizda 100 dinor pul bor. Ya'ni bisotingizda $10,000 pul bor. Farzandlaringiz ham bor. Katta o'g'lingiz yoshi katta bo'lib qoldi, uni uylantirish kerak. Undan keyin uning ukasi ham bor, uning singlisi ham bor. Bisotingizdagi mana shu 100 dinor, $10,000 ning hammasiga to'y qilishligingiz isrof. Ya'ni bisotingizdagi hamma pulni to'yga ishlatish isrof birodar. Isrofga sarflangan narsa haromga sarflanganning hukmini beradi. Bugun nima qilyapmiz? Bisotimizdagi pul ham ketyapti, yana qarzan bo'lib qolyapmiz. Yana farzandlarimiz ham bor. Nimaga deyapmiz? Orzu havas qilish kerak. Birodar, hamma imkoniyatingizga orzu havas qilmaysiz-ku. Qolgan farzandlaringizni tarbiyasi, o'qishi, kiyinishi, davolanishi orqaga qolib ketadi-ku. Boshqa farzandlaringizga zulm bo'ladi-ku. Shuning uchun bisotingizdagi shu odamning hamma puliga to'y qilib yuborishligi ayni isrof deydilar Imom G'azzoliy.
Bugun to'ylar masalasi bizni juda qiynab qo'ydi, birodar. To'ydan oldingi marosimlar bir nechta, to'ydan keyingi marosimlar bir nechta. Birodar, unday bo'lmaydi. Kerak emas unaqa to'ylar. To'y degani valima degani farzandingizni uylanish majburiyati degani farzandingiz uylandi. Mana shu uylanganini birodarlaringizga, mahallangizga oshkor qilish. Qiz taraf ham, o'g'il taraf ham bo'ldi. Demak, kimga? Mahallaning 20 ta odamiga, 30 ta odamiga, 30 ta qarindoshingizga bo'ldi, xotirjam. Va shu odamlarni to'ydan oldingi va to'ydan keyingi marosimlarga qayta chaqirishlikning hojati yo'q. Va bu isrof. Uning o'rniga farzandingizni kelajagini o'ylab, unga ilm o'rgating, uni davolating, unga sharoit yaratib bering, unga nasihat qiling, unga bir manfaatli, foyda keltiradigan narsa o'rgating. Bugun alhamdulillah, nega qalbimiz og'rimayapti? Farzandlarimizga faqat to'y qilyapmiz, tamom. Farzandimizga faqat imorat qurib beryapmiz, tamom. Faqat mashina olyapmiz, xolos. Otaning majburiyati shu deb o'ylayapti. Qizlari borlar, qizimni to'yini zo'r qilib, sepinib, baquvvat qilib berish bo'lyapti, tamom. Na ularda farosat, na ularda ilm, na ularda tarbiya, na ertaga farzandli bo'lgandan keyin farzand tarbiyasi, na oila, na erkak va ayolning haq-huquqi, na jamiyatga e'tibor. Yo'q, birodar, bunaqa narsa. Mana shu narsa bor bo'lganda 2025-yilda 20 mingta oila ajrashmagan bo'ladi. 20 mingta oila ajrashyapti O'zbekistonda bugungi kunda. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Agar shu narsalar bo'lganida, tarbiya, ilm, fazilat, baraka bo'lganida edi, oilalar ajrashmasdi. Bugun internet tarmoqlarida bo'layotgan holatlar qanday? Faqat odamlar ko'rsin uchun odamlarning ko'ziga chiroyli ko'rinadigan narsalar taqdim qilinyapti. Buni nima bo'lyapti? Yoshlarimiz, o'rta yoshli insonlar, yoshi kattalar, o'g'illarimiz, qizlarimiz ko'ryapti. Demak, shunday qilinishligi kerak deb o'ylayapti, birodar. Lekin ana o'shalar ham, bizlar ham bugungi kungacha imkoniyatga erishganlarimiz otamizning orqasidan holatlar. Hali o'zimiz belimizni og'ritib bir yutuqqa erishganimiz yo'q. Ular hali yutuqqa erishgani yo'q. Lekin ular bundan ham yengilroq, bundan ham xursand bo'ladigan hayot kutishyapti. Bunday bo'lmaydi, birodar. Bir olim chiqib aytayapti. 42 yoshimga yetganimdan keyin restoranga kirib xohlagan ovqatimni buyurtma qiladigan bo'ldim, deyapti. 22 yoshda uylanganman. 42 yoshimda ayolim bilan restoranga kirib xohlagan narsani, ya'ni narx tomoniga qaramasdan o'zimizga yoqqan narsani buyurtma beradigan bo'ldik. 20 yildan keyin, birodar. Bugun turmush qurganining 2-kunidan ular narxiga qaramasdan xohlagan narsani buyurtma qilmoqchi. Hali nimani uddaladik? Qaysi yutuqqa erishdik? Farzandlarimiz hali olim bo'lgani yo'q. Farzandlarimizni hali jamiyatga manfaatli inson qilib tarbiya qilganimiz yo'q. Ularga, ayollarimizga, farzandlarimizga, bugun nevaralarimizga shuni tushuntiraylik. Siz-ku nimadir narsani qoyillatgansiz. 20 yil og'ir mehnat, farzandlarni tarbiyasi, hammasini o'qitib, hammasini uyli joyli qilib, yetuk mutaxassis darajasiga yetkazdingiz. Bugun yoshingiz ham bir joyga borib qoldi. Hali bizni yoshlarimiz, hali ukalarimiz, hali singillarimiz, hali bizlar hech narsani qoyillatganimiz yo'q. Internet tarmog'idagi gullar, sayohatlar, chiroyli narsalar, mazali joylarni nafs xohlab qolyapti. Mayli, alhamdulillah, Alloh fazl bersin. Lekin har bir qiyinchilik bilan topilgan narsadan keyin yengillik bor, rohat bor. Har bir mehnatdan keyin uning rohatining shirinligi bor. Har bir mashaqqatdan keyin uning natijasi go'zal bo'ladi. Farzandlarimizga, ayol qizlarimizga mana shuni o'rgatishlik juda muhim. Bugun Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Xarajat qilishlikni emas,
avval uni ishlab topishni, sindirishdan oldin uni asrashni, uni keraksizga chiqarishdan oldin kerakli joyiga qo'yishlikni biz siz farzandlarimizga o'rgataylik. Alloh fazl bersin. Shunaqangi ma'naviyat, shunaqangi tushuncha, shunaqangi fazilatni farzandlarimizga o'rgatmoqligimiz kerak. Kech bo'lgandan keyin hojati yo'q uni. Kech bo'lganda uning masalasi og'irroq bo'ladi. Aytadilar, bir yigit bo'lardi. 17 yoshda vafot etdi. Uning janozasini o'qidik. Oila a'zolari va o'rtoqlari aytishdiki, uning telefon raqamini, telefonini bir tekshirib ko'raylik deyishdi. Telefonini tekshirib ko'rsalar, imkoniyati yetgancha tungi klublarga yurgan, noto'g'ri aysh ishrat qilgan, Alloh qilma degan ishlarda bardavom bo'lgan va shu holatda vafot etgan. Uning o'rtoqlari ham bor edi. Haqiqatda bu ishni birgalashib qilardilar. Zamonlar o'tdi, vaqtlar o'tdi. 17 yoshli yigitning ota-onasi bir kun vafot etgan farzandlarining o'rtoqlarini masjidda ko'rdi. Namozxon bo'lgan ular ham. Yillar o'tdi. Eski qilgan gunohlariga tavba qilgan. Ana u yo'lni tashlagan. Xato yo'lni, zulm yo'lini, noto'g'ri yo'lni, aysh ishrat yo'lini, zinoni, o'g'rilikni, ya'ni demak Alloh yaxshi ko'rmagan ishlarni tark qilgan. Bugun ular masjidda peshonalari sajdaga tegyapti. Alhamdulillah. Shunda ota qo'rsinib farzandlarining 2-3 o'rtoqlariga aytdi. Birodar, siz-ku eski holatingizni tashlab, tavba qilib, Allohga qaytib masjidga kelib ketyapsizlar endi. Bizni vafot etgan o'g'limizni ahvoli nima kechdi endi? Ular-ku tavba qilib ulgurishdi mana. Alloh ularga umr berdi, ular masjidda bugun. Alloh tavba qilib, Alloh umr va imkoniyat berdi, masjiddamiz mana. Peshonamiz sajdaga tegyapti. Peshonalari sajdaga yetmay turib vafot etganlar bormi? Bor. Hali ular masjidga qatnamay nimadir ish qilib yurgan insonlar bormi? Bor, birodar. Bizga-ku, ularga-ku Alloh imkon berdi. Imkon bermaganlar qancha? Alloh imkon bermasa-chi? Shuning uchun bugungi kunda Alloh taolo bandadan yaxshi ko'radigan amallarini qilishlik, inson o'zining imkoniyatlarini boshqa joyga sarflamasdan halolga, ilmga, tarbiyaga, fazilatga qaratmoqni Alloh taoloning o'zi nasib qilsin. Bugun oila masalasida qanaqangidir gapiradigan bo'lsak, oila ichida muammolar juda ko'p. Qaynana va kelin muammolari umuman tugamaydigan holat. Lekin Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Bugungi kunda qaynana va kelin munosabatlari bular majburiyat emas. Aslida bular sharaf. Kelinning qaynananing xizmatini qilishligi, qaynanani kelinni muhofaza qilishligi aslida bu ulkan sharafli mas'uliyat. Alloh taoloning o'zi fazl bersin, Alloh yaxshilik bersin. U ham bo'lsa hozir aytganimizdek, bizni qilayotgan zulmimiz, bizni qilayotgan noto'g'ri ishimiz, bizni qilayotgan har bir munosabatimiz qiyomatda o'zimizga qaytadigan masala. Nafaqat qiyomatda, ertangi ozginadan keyin farzandlarimizni bizga qiladigan munosabat. Kelinlarimizni bizlarga qiladigan munosabat. Shuning uchun Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Yaxshilikda bardavom bo'lishlikni Alloh taoloning o'zi nasib qilsin inshaalloh. Bugungi kunda Alloh taolo suymaydigan holatlardan xiyonat.
Innalloha la yuhibbu man kana khawwanan athima degan oyatni Alloh taolo Qur'onda keltirdi. Alloh taolo xiyonatchi va jinoyatchi bo'lgan kimsani sevmaydi. Alloh yaxshi ko'rmaydi. Bugungi kunda do'stlar orasida, sheriklar orasida, oilalar orasida, farzandlar orasida xiyonatlarni biz bugun ko'ryapmiz. Bugun hammamiz ko'ryapmiz bugun. Farzandlar orasidagi xiyonat, ota-onalar orasidagi xiyonat, oilada har holatda sheriklar orasidagi xiyonat. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Buni qanday holatda ekanligini biz siz juda yaxshi bilamiz. Ota-onamiz yosh edilar, qo'llarida imkoniyatlari bor edi. Ota-onamiz bizni panohimiz edilar. Ular qarishdi bugun. Qariganda ular bugun gaplarini mensimaydigan, endi qarib qolgan, eski zamonning odami emas. Aslida ular bizni duogo'ylarimiz degan ma'no va tushunchani odam his qilmoqligi kerak. Yaqinda internet tarmoqlarida bir narsa o'qidim. Chet elda aka-uka vafot etgan onalaridan keyin otalari ustidan sudlashyapti. Bugun bizda ham bor shunaqa sudlashish. Uy kimga qoladi, otamning pullari kimga qoladi, haydayotgan mashinalari kimga qoladi degan holatda sudga berilish jarayonlarini biz guvohi bo'lganmiz. Ularning sudlari boshqacha. Sud bo'lyapti. Aka ham sudga beryapti, ukasi ham sudga beryapti. Nimaga? Uka aytayapti, da'voni qarang. Men yoshman, akam mendan 12 yil katta. Men ulardan 12 yil keyin tug'ilganman. Ular ota-onamning mehrini mendan 12 yil oldin his qilishgan. Ya'ni men yo'q bo'lgan paytimda ota-onam meni akamlarni, opamlarni duo qilishgan. Endi onam vafotlaridan keyin otam men bilan yashasinlar deb kichik uka sudga beryapti. Hech kimga bermayman otamni. Katta aka nima deyapti? Yo'q, bizga bir kun ajratib beringlar. Faqat kichik ukam bilan emas, otam biz bilan ham yashasin. Biz bilan ham yashasinlar. Qaysidir ukam bizga bermayapti otamizni. Kelib ko'ringlar deyapti, lekin otamning xizmatini men qilaman deyapti. Ukamning uyida yashaydilar deydi, kichik bo'lganligi uchun. Ta'minot, otamning ta'minotlari hammasi ukamning bo'ynida. Ukam bizga bir xizmat qildirishlikka qo'ymaydi. Shuning uchun biz akalar, singillar, opalar sudga beryapmizki, sud ham bizga bir kun tayinlashsin, otamizga biz ham qaraylik degan maqsadda. Bugun biz ota qarisa, birodar, Alloh taoloning o'zi panoh bersin, qaramay qo'yapmiz. Biz qariyalarni ko'ryapmiz bugun mahallada, holatda, jamiyatda, bizni viloyatlarimizda ko'ryapmiz. Qariyalar uyiga etib qo'yayotganliklarini ham qo'yyapmiz. Nimaga? O'g'il karyera qilish kerak ekan. Kelin qara olmasgan. Singilni eri qo'ymayapti. Mashalloh. Birodar, ana o'sha odamlar qaramaydi-mi o'zi? Bu holatni ko'rgan nevaralar, bu holatni ko'rgan farzandlar bundan ibrat olmaydi deb o'ylaysiz? Albatta oladi. Shuning uchun biz qo'yayotgan qadamimizni o'ylab bosaylik. O'ylab qilaylik. Siz qilayotgan karyera ertaga nevarangizga, ertaga keliningizga siz qaragandan keyin kerak bo'lib qoladi. Albatta kerak bo'lib qoladi. Ular ham mana shu rivojlanishni xohlaydi. Sizga qaramaydi keyin. Siz o'ylaysizki, sizga kelayotgan rizq, sizga kelayotgan moddiy imkoniyat va mansab siz qilayotgan harakatlardanmi? Yo'q. Siz olayotgan duolardan. Alloh taolo sizga berayotganlardan. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Chunki biz buni hayotimizda bir necha marotaba sinaganmiz. Bandaning harakatlari bekor. Xudo bergan. Bizni haqqimizga qaysidir yaxshi insonlarning duo qilayotganlar. Shuning uchun duolarda inson bardavom bo'lib Alloh taolodan fazl so'ramoq kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Arba'a man kunna fihi kana munafiqan kholisan."
Qaysi insonda mana shu 4 xislatdan biri bo'lsa, uni munofiq deyish mumkin. Ulardan bir xislati Alloh taoloning fazli ila omonat qoldirilsa, unga xiyonat qiladi. Bugun omonat qoldiradigan birodaringiz bormi? Hech kimga ishonmay qo'ydi bugun. Hech kimga ishonmaydi. Birodar, mana bundan hammalaringizning aqllaringiz va xayollaringiz eslaringizda bor. Bir odam safarga ketsa, qishloqdagi uylar qulflanmasdi. Qulfi yo'q edi. Uylar shunday yopilinardi, ketilinardi. Tamom, qo'shniga omonat qoldiradi. Bo'ldi, xolos. Kameralar yo'q edi. Zamonaviy pultlar yo'q edi bugun. Eshik qulflari yo'q edi bugun. Uydagi bor but narsalar, hamma narsa Allohga omonat va bir vakil, qo'shnimi, birodarmi, qarindoshmi bir kishiga topshiriladi-da, ketilinadi. Bo'ldi, xolos. Bugun omonat qoldiradigan odam qolmadi. So'zlasa yolg'on gapiradi. Ahd qilsa ahdini buzadi. Va husumatlashib qolsa fujur, nohaqlik, g'irromlik va harom so'zlarni so'zlaydi. Mana birov bilan shunday bahslashganda undan keyin so'kib ketadi. G'irromlik qiladi, yolg'on gapiradi. Shunaqangi holatlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar, kimdaki ularning bir xislat bo'lsa, uning ket qazmagunicha munofiqlar ro'yxatida turadi. Bugun holatimiz qanday? Yana biz Xudodan juda katta narsa kutyapmiz. Avval inson o'zini o'zgartirib olmoqligi, o'zidan o'zi ibrat olmoqligi, o'zini sarhisob qilishligi juda muhim ekanligini bilishligi shart bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yaqulullohu ta'ala ana thalithu sharikayn ma lam yakhun ahaduhuma sohibuhu idha khanahu kharajat min baynihima. Bugungi kunning eng katta muammolaridan. Alloh taolo aytadi, men bir-biriga xiyonat qilmaydigan ikki sherikning uchinchisiman. 3 ta sherik bo'lsa 4-chisiman. 4 ta sherik bo'lsa 5-chisiman deydi. Ya'ni nechta sherik bor? Bitta tijoratlarni bilamiz, 100 ta sherik bor. 101-chisi demak Alloh. Demak, nechta sherik bo'lsa, ular xiyonat qilmasa, undan keyingisi Alloh. Toki ular bir-birlari ikkinchisiga xiyonat qilsa, ularning o'rtasidan chiqaman, deydi Alloh taolo. Imom Abu Dovud, Imom Hokimning rivoyatlarida. Quyidagi xiyonatlarga ayrim misollar keltiramiz. Birovning sirini boshqalarga aytish, qiyin paytlarda yordam berish o'rniga do'stni tashlab ketish, oilaviy munosabatlarda ishonchni poymol qilish, ish joyida jamoa manfaatlariga qarshi ish qilish, vatanning manfaatiga zid ish qilish, o'z mansabidan foydalanib adolatsiz qarorlar qabul qilish. Demak, mana shu holatlar. Bu holatlarni biz bugun qaysidir joyda guvoh bo'lyapmiz. Bunday insonlarni Alloh taolo nima deydi? Bular haddan oshuvchilar. Haddini bilmaydiganlar. Haddini suiiste'mol qilayotgan odamlar. Alloh taolo ularga nima deydi? La ta'taddu innalloh la yuhibbul mu'tadin. Haddingizdan oshmang. Zero Alloh taolo haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi. Alloh yaxshi ko'rmaydi. Alloh yaxshi ko'rmagan odamlarni azoblaydi. Erta qiyomatda ular uchun alamli azoblar. Bugun haddan oshish, suskashlikka yo'l qo'yish, qattiq olish yoki o'ta bo'sh qo'yish o'rtasida mazkur muvozanatni saqlash masalasi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, halaka mutatatti'un. 3 marotaba aytdilar. Haddan tashqari chuqur ketguvchilar halok bo'ldilar dedilar.
Biz bir narsaga bugun haddan oshyapmiz bugun. Bugun haddan oshdik xarajat qilishga. Bugun haddan oshdik orzu havas qilishga. Bugun haddan oshdik chiroyga. Bugun haddan oshdik tozalikka. Bugun haddimizdan oshganmiz. Haddimizni bilish qanday bo'ladi desak, banda mo'tadil bo'lishligi. Haddan oshish va sustkashlikning o'rtasida u mo'tadillik bo'ladi. Bugun haddan oshdik, dunyoga berildik, oxiratimizni unutdik bugun. Haddan oshdik bir narsaga, ibodatlarni unutdik. Haddan oshdik bir narsaga, farzand tarbiyasini unutdik bugun. Haddan oshdik, muhabbatga, chiroyli narsalarga uchdik. Bugungi kunda farzandlarimiz tarbiyasiz, oxiri chigal ishga kirib qoladigan, vaziyatni tushunmaydigan, aql bilan ishlamaydigan bo'lib qoldi. Bugun Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Haddan oshuvchi insonlar halok bo'ldi. 3 marotaba ta'kid o'laroq aytdilar. Bugungi kunda bandani haddan oshishligi mumkin emas. Haddan oshishlik Alloh taolo o'zi panoh bersin. Bugun har kuni imkoniyatlarimiz bor. Har kuni ko'chadamiz. Har kuni ko'chadan ovqatlanamiz. Birodar, farzandingiz ham bormi? Bor. Nevarangiz ham bormi? Bor. Qarindosh urug'laringiz ham bormi? Bor, birodar. Bo'ldi, sizga Alloh taolo imkoniyat berdi. Bugun hamma narsa tez rivojlanyapti. Qarindosh urug'laringizdan ham xabar oling. Ularga ketkazgan vaqtingiz ibodatga ketkazgan vaqt, ularga sarflagan molingiz ibodatga sarflangan mol va davlat, ularga sarflangan kuch va quvvat ibodat uchun sarflangan kuch va quvvatning o'rniga bo'ladi. Bugun xiyonat deyapmiz, pand yeyapmiz, haddan oshyapmiz. Muammolarga kirib qolyapmiz. 10 yillar, 20 yillik o'rtoqlar bugun pand yeb qolyapmiz o'shalardan. Bir donishmand aytadi, dushman kerak bo'lsa, yaqin do'stlarni ko'paytir. Yaxshi dushman chiqmas begonalardan. Bugun kimdan pand yeyapmiz? Yaqinlarimizdan pand yeyapmiz. Chunki ularning oldi berdisida, muhabbatida, ular bilan har narsada haddan oshganligimiz uchun. Farzandimizni, o'g'limizdir, qizimizdir, ulardan pand yeyapmiz. Oilalari buzilyapti, ular tarbiyasiz bo'lyapti, harom yo'lga kirib qolyapti, zino qilyapti, aytganimizga quloq solmayapti, kelajakda kerakli odam bo'lmayapti. Nega? Ularning muhabbatida haddan oshganmizki, qattiqqo'llik qilmaganmizki, nazorat qilmaganmizki, aytganini aytgan, deganini degan muhayyo qilganmizki, bugungi kunda haddan oshganimiz uchun nima bo'lyapti? Ulardan pand yeb qolyapmiz. Agar ularni nazoratda saqlab, ilmini, tarbiyasini, kerakli narsani kutishni, farzandlarimiz bugun kutish iqtidori va madaniyati yo'q. Ularning aytganlari bugun bo'lishi kerak, hozirroq bo'lishi kerak. Bunday qilsa yaxshi, otani bugun imkoniyati bor. Lekin farzandlarimizni mana shu ish bilan xudbin, xudparast bo'lishliklariga siz sabab bo'lasiz. Birodar, mayli, bugun ularga bir narsa olib bera olasiz. Mayli ertaga yoki qaysidir ishni bajarganlaridan keyin ular kutishni o'rgansin. Bir narsaga erishish yo'lida chekiladigan mashaqqatni, xizmat va harakatni o'rgansin, birodar. Ularning kelajakdagi hayotlariga har bir narsa tayyor qilib berilmaydi. Hayotda har xil holatni ko'rdingiz. 20 yil davomida turmush qurganingiz, 30 yil davomida nima narsalar boshingizdan kechdi? Yo'qlik bo'ldi, to'qlik bo'ldi, qiyinchilik, musibatlar bo'ldi. Ulardan siz o'tdingiz. Siz aminmisiz farzandlaringizning ham boshida mabodo Alloh shunaqa musibatlar bersa, ular ham o'ta oladilarmi? Biror bir kishini ko'ngli to'kmas. Farzandi chidolmaydi chunki. Kelinlari chidolmaydi. Ko'zi yetmaydi ertaga. Farzandlarimizni biz bugun mana shunday haddan oshib tarbiyaladik. Mol va davlatga hirs qo'ydirdik. Imkoniyatga hirs qo'ydirdik. Lekin ularni na kitob o'qishi,
na ta'lim olishligi, na ma'naviyat olishliklari, ularning mutaxassis bo'lishliklaridan oldin kundalik ehtiyojimizga kerak bo'ladigan ilmlarni bugun o'rgatmadik. O'rgataylik buni. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Alloh fazl bersin. Ovqatni bir shirin pishirgani bilan masala bitmaydi. Farzandni qanday katta tarbiya qiladi? Uyni yaxshi saranjom qilgani bilan ertaga ko'chada eri bilan qaynota, qarindoshlar bilan qanday muomala qiladi? Demak, ularga to'g'rilikni, ibodatni, farosatni, har bir narsani murosa qilishlikni ularga ham o'rgatmoqligimiz kerak. Alloh taolo bugungi kunda farzand va zurriyotlarimizni salohiyatli bo'lishligini Alloh taoloning o'zi nasib qilsin. Alloh fazl bersin. Alloh yaxshilik bersin. Va shu bilan birgalikda Alloh taolo barchalarimizning o'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Shu bilan birgalikda xursand bo'ladigan joylarimizdan tanqid nafaqat o'zimizdan boshlab butun jamoatning inshaalloh biz kuyunib gapirayotganimiz, qalbimizdan chiqqanlari qalblargacha yetib borganining dalolati inshaalloh bugun ham masjidimizda 6 ta xatmi Qur'on bor. Alhamdulillah. Bir orzu qilardik bundan oldingi yillarda. Bitta bo'lsa ham masjidimizda xatmi Qur'on bo'lsin, jamoat bilan duo qilaylik. Xatmi Qur'on faqat Ramazonda bo'ladi. Tamom. Alhamdulillah. O'tgan jumada ham 6 ta edi. Bu juma ham 6 ta. Alloh taolo hammamiz yuzlab xatmi Qur'onlar bo'lishligini, birgalikda duolarni qilishligimizni Alloh taoloning o'zi nasib qilsin. Komiljon aka, Adolat opa, Sohib aka, bitta xatmi Qur'on bor, ismimizni aytmasdan duo qiling deganlar. Jamshid aka, Inoyatulloh hoji, inshaalloh siz aziz jamoatga umum bo'lib 6 ta xatmi Qur'onni birgalashib duosini qilaylik. Inshaalloh bizni ham, jamoatni ham o'tganlarini Alloh rahmat qilsin deb inshaalloh xatmi Qur'onni oxirini o'qishlikni inshaalloh niyat qilganmiz. Alloh qabul qilsin. Alloh taoloning fazli bilan Abbosxon domla, masjid imom noibi umradalar, Alloh safarlarni bexatar qilsin. Nodir aka, Alisher aka, o'g'iloy ayallari shifo talab ekanlar. Usmon aka onalari haqlariga duo talablar. Binafsha singlimizga Alloh taolo shifoyi komil bersin. Suhrob aka birodarlari bilan kelganlar, Alloh taolo barcha duo talablarini, duolarini ijobat ishlariga rivoj bersin. Baroq aka shifo talab ekanlar. Muxlisa, Zarina, Matluba, Sanjarjon, O'tkirjon, Farhod aka, siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh taolo barcha duo talablarimizni, duolarini ijobat aylasin. Qirg'izistondan, Toshkentdan, Samarqand, Urgutdan va inshaalloh tumanlarimizdan kelgan azizlar, birodarlarimiz borlar. Alloh taolo uzoq yaqindan kelgan aziz jamoatimizni Alloh taolo safarlarini bexatar qilsin. Qadamlariga hasanot. Mana shu 6 xatmi Qur'onning fazilat va barakotidan hammamizni bahramand qilsin. Alloh taoloning fazli ila payg'ambarimiz aytadilar, xatmi Qur'on qilingan joyda duolar ijobat bo'ladi. Alloh qaytarmaydi. Mana shu jumaning boshidan avvalidan masjidga kirib nimaiki ketgunimizcha duolar qiladigan va qilayotgan bo'lsak, Alloh hammasini duolarimizni Alloh ijobat qilsin. Alloh fazilat bersin. Martabalarni Alloh baland olib borayotgan ishlarimizni Alloh taolo mazmunli va manfaatli bo'lmog'ini Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'mal nasir. Alloh ibodatlarimizni qabul, jumalarimizni Alloh muborak qilsin. Allohu akbar.